hamma ketqizgan pullaringiz bir tiyin bo'ladi agar implant qo'ydirgandan keyin shu ishlarni qilsangiz. Implant qo'ygandan keyin nimalar mumkin emas? Qattiq ovqatlar, qattiq non, suxarik, chips, shunga o'xshagan mahsulotlar, juda ham issiq yoki juda ham muzday bo'lgan ovqat va ichimliklar, yopishqoq mahsulotlar, ya'ni saqich, karamel, shunga o'xshagan narsalar, achchiq, sho'r va juda ham nordon bo'lgan mahsulotlar, gazli ichimliklar va spirtli ichimliklar. Bu mahsulotlar jarohat joyini bitishini sekinlashtiradi va implant atrofida yallig'lanishga sabab bo'lishi mumkin. Implant qo'ygandan keyin yana taqiqlangan odatlar ham bor. Ulardan birinchisi chekish implantni bitmasligi xavfini bir necha baravarga oshirib yuboradi. Yana implant qo'yilgan tomonda chaynash, og'izni kuchli chayish yokida tuflash, jarohat joyiga til, barmoq yokida begona jism bilan tekkizish. Og'ir jismoniy mashqlar va sport ham mumkin emas implantni birinchi kunlarda. Implantdan keyin doktor yozgan dori-darmonlarni o'zboshimchalik bilan to'xtatib qo'yish. Yana sizlarga eslatma, agar og'riq, shish va yengil qon ketishi bo'lsa, bu normal holat. Vahima qilishga o'rin yo'q. Agar kuchli og'riq, uzoq davom etuvchi qon ketishi va isitma bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Implant bu qiynalib topgan pullaringizni o'zingiz uchun sarmoya qilish. Uni asrash o'zingizning qo'lingizda. Obuna bo'lishni unutmang.